Do'stlar, fonus o'chiramiz. Qani, olg'a. Do'stlar. Ana ko'rishlaring mumkin fonus. Sekinlik bilan, astalik bilan. Fonus yurachali ekan. Mana albatta o'zlaring bilasizlar, yurachali fonuslar yaxshi uchadi. Do'stlar, buning uchun sham kerak. Shamni tiqib olamiz. Sham kerak bo'ladi, keyin oqstalik bilan ochasizlar. Bo'lmasa yitilib ketishi mumkin. Bo'lmasa yitilib ketishi mumkin. Mana keyin shamni mana bu teshichasi bo'ladi. Mana shu teshichasiga bitta o'zi simi bo'ladi. Simi bo'ladi. Bunday tiqasizlar, keyin bu sim ikkiga ajralgan bo'ladi. Ajralgan bo'ladi. Bu simni keyin bittasini orqa, bittasini boshqa qilib bunday qilib tiqasizlar. Keyin gugutni olamiz. Gugutni olasizlar. Sizlar bilan bunisini tashqarisida qilamiz. Ketdik. Tashqarida qilamiz. Ketdik. Mana do'stlar, Ko'rishlaring mumkin. Mana fonus ushlaymiz. do'stlar, mana bu sen ushlab turginmi? Do'stlar, Gugurt ketdi. Oddiy gugurt. Oddiy Jaxti. Buni taydan, mana ko'rasizlar, taydan ko'rasiz. Taydan yoqasizlar. Yonishi sekin bo'ladi. Yondimi? Do'stlar, sekin yonyapti, mana ko'rishlaringiz mumkin. Olovgani alayni qo'yish kerak. Yonyapti. Endi ko'ryapsizlar. Mana endi Shu fonus uchadi. mana shu fonus endi ichiga havo gazlanib turib uchish kerak. Mana sham yonyapti bunda. Ichida havo to'planishi Havo kerak. to'planyapti, havo to'planishi kerak. Hozir sovuqlik uchun sekin endi uchadi. Yurachali fonus. Ehtiyot bo'lasizlar. Buni mana shunaqa joylarda, yitiq joylari ko'p bo'lishi mumkin. Hamda Ehtiyot bo'lib ochasizlar. bu bizning fonusimizda bunaqa yitiqlar yo'q. O'zlaring ham bilsalaring kerak, bu fonuslar yurachaligi tezroq o'chadi. Yurachali bo'lishi kerak ko'proq fonuslar. Iloji boricha yurachali olinglar, mana yuracha shaklida. Qaranglar. Havo to'lyapti. Sekin asta Sizlar endi bunday qilib kuzatib turasizlar. havo ketmasligi uchun. Mana sekin ishyapti va tepaga ko'tarilmoqchi. Sekin olasizlar. Mana do'stlar, 3 ga kelib qoldi. O'zi asabidan tubanib qoldi. Mana 3 tariqasiga kelib qoldi. Mana shamni ko'ryapsizlar. Yaxshiroq yonish kerak ekan. Olov yoqqanlaringni tegib ketmaslik kerak. Ketdi. Hali uchmabdi. Qiyinroq bo'ladi kattalik uchun yurachali, va balandga yaxshi uchadi. Uch ketdi azizlar, uchyapti. Kattalik uchun tushyapti. Yana jicha havo to'plansa uchadi. Qirvoqlarga ehtiyot bo'lasizlar, olov tegib ketmaslik kerak. Chamanaqroq qoling, o'riga tegib ketadi. Anaroq qolish kerak, o'riga tegib ketib qolishi mumkin. Tegib ketmaslik kerak. Mana azizlar ko'rishlaring uchun fonusimiz oxiri uchdi.
Endi kuzatamiz hozir. Yaqinlangan tasvirda Endi hozir kuzatamiz. kuzatamiz. Qani qanchalik balandlar? Qanchalik balandga uchar ekan. Do'stlar, ola bo'lmayapti to'g'risi. Mana fonus yaqinlashtiramiz. Kamerada qorong'iligi uchun Qara qorong'i. Endi mayli sizlarga ko'rsatish uchun ko'rsatyapmiz balandligi. Balandligi Qisqartirilgan tasvirda ko'rsatsak hozir mashinchalik bo'ldi. Mana qisqartirilgan tasvirda ko'rsatsak. tepaga uchdi. Bundan ham hozir tezroq uchishi mumkin bo'lardi vaqtlarini qo'ydik. Bu shami faqat u tugagungacha uchadi. Bu faqat tepaga uchadi. Keyin qulagandan keyin mushabada hisobiga aqabaqa aylanib turib kimnidir uyiga tushishi mumkin. Agar sham yonmasdan qulamaydi bu. Shuning uchun buni afzalligilar yaxshi. Do'stlar, balandga chiqib ketdi. U mana terak bo'yidan bo'ldi bu. sham o'chib bo'lsa yana yoqamiz turib sham yasab yoqib bo'lmaydi. Ichini saltesiz, ichida issiq havo to'planganini hisobiga saltesiz u yirtilib ketadi. Keyin anaqa shamolda cho'g'lariga tegib turib, Ana kuzatsalaring o'zi sham ham sal-pal qorayib eriydi. Mana oyga o'xshatishlaring mumkin. Mana bizni telefonda ham ko'rsalaring bo'ladi. Bu telefonda ham mana ko'ringani yo'q. Ko'ringani yo'q. Ko'rinsa ham xuddi shunaqa bo'lib ko'rinyapti. Mana ko'rishlaring mumkin. O, tepaga chiqib ketdi do'stlar. Endi buni sizlarga yaqinlashtirilgan tasvirda ko'rsatamiz. O, ko'rinmay ham qoldi. Fonus yaxshi tepaga uchdi. Mana. Yana uchishi mumkin edi. Tepada havo. Eng yaqinlashgan tasvirda ko'rsatyapmiz sizlarga. Ancha sovuq tepada havo, shuning uchun to'planish qiyin bo'lyapti. Oldingilarda ancha baland uchdi. Fonusimiz shami o'chyapti mana. Uchyapti. Qaranglar, o'chib yonyapti o'zi. Bo'ldi, mana fonusimiz o'chib bo'ldi. Sizlarga ham kattakon rahmat.